Buxoro viloyatida bir guruh yosh yigitlar telefon sotib olamiz deb odamlarni chalg'itib, ularning buyumlarini olib qochib ketish bilan shug'ullanib kelgani aniqlandi. Ular bir necha marotaba talonchilik jinoyatini sodir etishgan. Holat yuzasidan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan to'sib ushlash tadbirida jinoyatchilar qo'lga olindi. Nexia avtomashinasini boshqarib yurgan 5 nafar 18-20 yoshlardagi yigitlar ijtimoiy tarmoqlarda kanal ochib, go'yoki ishlatilgan qo'l telefonlarini sotib olishlarini ma'lum qilishadi. Aloqaga chiqqan xaridor bilan uchrashuv belgilangach, ular manzilga yetib borishadi. Xaridorning qo'lidagi telefonni ko'rib, yoqqanini bildirishadi va avtomashinadan pulini olib kelish bahonasida telefonni olib mashinada qochib qolishadi. Telefonni qo'lga bergandim, tekshirdi, amajoni ko'rdi. Shu bilan mashinaga o'tirib qochishdi. Bu holat afsuski qisqa vaqt ichida bir nechta fuqarolar bilan sodir etiladi. Ya'ni ular bu yo'l orqali uyushgan guruh tuzib talonchilik jinoyatini sodir etib kelishadi. Jabrlanuvchining murojaati qochoqlarni topish uchun quvib ushlash tadbirini harakatga keltirishga sabab bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchi shaxslarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan holda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Shu o'rinda bir mulohaza, telefon sotib olaman degan kimsalarning uchrashuvni tun yarmiga tayinlashi kishini biroz sergak tortishga undashi kerakmasmi? Shunday ekan, ogohlik va hushyorlik davr talabi.